Premium roza ekstraktli Dr. Alte'dan 345 brendidan bunday maska kelganda do'konimizga. Buni o'zini ichidan 5 ta maskasi chiqadi. Bunaqa narsa chiqadi. Buni o'zini idishi chiqadi. Idishiga solasizlar, o'zini bunaqa surish uchun lopatkasi chiqadi. Dr. Alte'ning qizli. Idishiga solasizlar, lopatkasida yuziga surasizlar. Xo'p, buni qanaqa tayyorlaydi? Bu как bunaqa kukun narsa bo'ladi-da, orasida ozgina suvga aralashtirib turib, mashinaga tayyorlaysizlar-da, yuziga surasizlar. Surgandan keyin teri baryerini zo'r tiklaydi. Chuqur yuziga namlik yetkazib olib borib beradi. Chuqur namlik beradi. Bundan tashqari terini sog'lom, tarang, tiniq ko'rinishga olib kelib beradi. Yuzingiz juda ham quruq bo'lsa, qichishib, baryeringiz buzilgan bo'lsa, именно shu maska sizlarga juda ham kerak. Ichida 5 ta bo'ladi. O'ziga yozib qo'ygan, baryer tiklash uchun juda ham zo'r narsa. Hozir va atirgul ekstrakti bo'lganligi uchun terini rangini tiniqlashtirib beradi. Xo'p, yana sizlarga aytadigan bo'lsam, mana o'ziga yozib qo'ygan chuqur namli gyaluronka shu teriga yetkazib beradi. Bu как maskada bir haftada bir marta ishlatasizlar, sizlarga 5 haftaga bu yetadi. Premium gul ekstrakti bor tarkibida. O'shaning uchun ham terini sog'lomlashtirib beradi, tiniqlashtirib beradi. Xiralashgan teriga ham вообще zo'r ishlaydi aytgancha qizlar. Xullas, terini yumshoq qilishga ham, makiyajlarni zo'r yotkazib berishga ham yaxshi narsa qizlar. O'shaning uchun olib ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Tayyorlanishi shunaqa. Idishiga solib, bitta o'sha pachkani bitta idishiga solib turib, aralashtirib turib surasizlar. Agar sizlarga ko'plik qilsa, yarmini soling. Undan ham uzoq yetadi agar yarmini solsanglar. Lekin polli yuziga suriladi. Ishlatilishi nimadan keyin? Toza, quruq yuziga ishlatasizlar. Yuvib tashlab, keyin uxodiylarni qovurasizlar. Zakazlarni berish uchun Telegramdan zakaz berasizlar, nomer qoldirib qo'yamiz.